Yoshlarni talab yuqori bo'lgan kasb-hunariga yo'naltirish dolzarb masalalardan biridir. Ayniqsa, maktab ta'limidan mehnat bozoriga kirib boradigan yoshlarni hayotga tayyorlash, zamonaviy kasblar to'g'risida tushunchalarni kengaytirish, kasbiy va nokasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish muhimdir. Shundan kelib chiqib, viloyatimizda o'quvchilarning qiziqishlari hamda qobiliyatlarini inobatga olib, kasb-hunarga yo'naltirish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Muxbirimizning hozirgi lavhasi shu haqda. O'quvchini kasb-hunarga yo'naltirishda amalga oshirilishi lozim bo'lgan eng ustuvor vazifa uning qaysi kasb yoki hunarga qiziqishini o'rganishdir. Maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasining ma'lumotiga ko'ra 2025-2026 o'quv yilida viloyatimizdagi 543 ta umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinfda ta'lim olayotgan 30.532 nafar o'quvchi o'rtasida so'rovnoma o'tkazilgan. Ularning 3000 dan ortig'i akademik litseylarda, 3793 nafari kasb-hunar maktablarida, 23727 nafari esa o'zi ta'lim olayotgan maktabning 10-sinflarda o'qishni davom ettirish istagini bildirishgan. Umumiy o'rta ta'lim muassasalari yuqori sinf o'quvchilarining qiziqish va qobiliyatlariga ko'ra fanlarni chuqurlashtirib o'qitish hamda zamonaviy kasblarni o'rgatish bo'yicha davlatimiz rahbarining qaroriga muvofiq o'tgan o'quv yilidan boshlab viloyat bo'yicha har bir tuman va shaharda bittadan jami 13 ta maktabda tikuvchilik hamda kompyuter operatori kasblari o'qitila boshlandi. Xususan Yangibozor tumanidagi 33-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi ham kasb-hunarga o'rgatish uchun mahalliy byudjet hisobidan zarur xom ashyo va jihozlar bilan ta'minlandi. 11-sinfimizda o'g'il bolalar uchun IT yo'nalishi bo'yicha, qizlarimiz uchun tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha dars berish jarayonlari yo'lga qo'yilgan. Bu yilgi o'quv yilidan boshlab 10-sinf o'quvchilari uchun faqat IT yo'nalishi bo'yicha darslar yo'lga qo'yilgan. Bugungi darsda o'quvchilarimiz amaliy fanlarni olib bormoqdalar. Xonamizda o'quvchilarimiz uchun barcha sharoitlar yaratilgan, barcha tikuv mashinalari, o'quvchilarimiz amaliy mashg'ulotlarni olib borish uchun bichish stollari, o'qituvchimizning dars mashg'ulotlarini olib borish uchun interaktiv doskalar va boshqa dars mashg'ulotlari olib boriladigan imkoniyatlar yaratilgan. Bundan xulosa qilish mumkinki, bugungi kunda har bir yosh avlod qo'lida hunari bo'lsa, qo'lida kasbi bo'lsa, erta bir kun bu oila uchun keladigan daromad hisoblanadi. Ayniqsa qizlarimiz erta bir kun turmush qurganlaridan keyin o'z oilasiga, farzandlariga daromad olib keladigan tikuvchilik kasblarining sir asrorlarini o'rgansa, bu har bir oila uchun katta mablag' hisoblanadi. Yosh paytimdan informatikaga qiziqqanligim sababli informatika va axborot texnologiya fanidan olimpiadalarga qatnashib kelyapman. Bu soha zamonaviy kasb bo'lganligi sababli bu kelajakda yetuk mutaxassis bo'lishni rejalashtiryapman. Umumta'lim maktabi o'quvchilari mukammal bilim olish bilan bir qatorda kasb-hunar egallashi, mehnat bozori talablaridan kelib chiqib, kelajagi bor kasbning egasi bo'lishlari muhim. Natija esa o'quvchilar o'z qiziqishidan kelib chiqib kasb tanlaydi va bu kasblar ularning kelajagini ta'minlaydi. Ta'kidlash lozim, joriy o'quv yilida ham viloyatimizda 10 ta maktabda kasbiy ta'limga o'qitish yo'lga qo'yiladi.